O'rtoqlar, obuna va layklarni sizlardan kutaman. Bugun birinchi video ko'rib, hozir birga juda o'ynaymiz. Obuna va layklarni sizlardan kutaman. Qani, o'yin boshlandi. Boshlandi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi qanaqa o'ynayapti? Xatlarni lekin tekkizolmas. Cheater menimcha bu. Qani kim yutarkan? Jonini qaraylar bu bolani. Ikkita hit bilan o'ldirdik. Qani bolalar, quvvatlab turamiz. Like va obunani sizlardan kutaman. Bize ko'proq bo'lishimiz kerak. Quvvatlab turinglar. Hali sizlar bilan ko'p ishlarni qilamiz. YouTube'da tashkilotlardan qilamiz. Qani obuna bo'lib qo'ysanglar, ko'ramiz. 500 dan tashlab berishim mumkin. Bitta kanal ochaman. O'shanga hamma kommentariyaga nomerini yozib ketsa, o'shani gruppaga qo'shib qo'yaman. O'rtoqlar, bu o'yin qiziq bo'lmadi. Chiqamiz undan ko'ra. Kim Realga muxlislik keltirsa, Hala Madrid yozib ketinglar. Ko'ramiz, Barsamika eng kuchli muxlislari yoki Hala Madridga kim ko'proq bo'larkan, ko'ramiz. Necha yoshi berarkan bu? Bu yoshi bermas ekan. Mana va kenga erken xullas mana shu bo'lsa kerak. Mana bu 400 xullas ochganimni sizlarga ham ko'rsataman.
Qaranglar, hozir bitta yashik ochamiz. Mana bu yashikni ochamiz. Bitta. Yana bitta ochaylik. Yana mayli tenglik. Va o'rtoqlar, yeshini ham oldik. Ana yana omadimiz kelsa keldi, bo'lmasa yo'q. Yana bitta ochamiz. O'rtoqlar nima qilishdi? Mana bitta ochamiz. Endi nima qilaylik? Yana yeshili yig'ilsa 270 birligini ochamiz. Kelishdikmi o'rtoqlar? Faqat sizlardan obunani kutaman. Mana bundan ham bittani ochib ko'ramiz. Kelinglar. O'rtoqlar, mana buni ochamiz. Yana bitta ochaylik. Yana bitta ochamiz. Voy, nimaga omadimiz kelmayotgan ekan? Yana yushilar olgandan keyin qani yana necha yushi berarkanmiz? 80 yushi berarkanmiz. Ana 80 yushi berarkanmiz. Говоришь, это нечестно. Золотое серебро. Замеру, это же тест. Хотите бегать в метро? Хотят занять мое место. Если базарим про деньги, то я всегда знал, что я буду пока. Ana o'rtoqlar bitta video va o'chiraman. Kelishdikmi? Keyingi videomda profilimda kutinglar. Yana hali ko'p videolar chiqadi. Iltimos sizlardan obuna bilan like bosib qo'yinglar. Hali primo efirlar ham qilishi mumkin. Qani o'yin boshlandi. Boshlab ketdik. I got the Showtime Nation medal. I got all activations just now. Meni parammi? Bir xil ekanmiz. Kiyimi menga ko'rinmayotgan bo'lsa, uni ham kiyimi shunaqadir.
Ana o'yinni boshlaymiz. It is showtime. Bahrom 01. Keyin videoni oxirida ajoyib ko'rsataman. Druziya tashlaylar. Qani zonaga tushamiz. Qaranglar lekin top 1ni olsam albatta obunani bosinglar. Qani narsalarni olamiz. Kelinglar do'stlar. Biz faqat mana shu ikkita avtomatdan boshqa avtomat olmasdan o'ynab ko'ramiz. Qani poyezdni ichiga kiramiz. Voy, va poyezd yo'q. Ana va biz va'damizda turamiz. Awesome.
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Obuna va like kutaman sizlardan. Telefonim qotganiga e'tibor bermaysizlar. Hamma Awesome. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. qani bu zonada odamam qolmabdi. ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة Kim men bilan birga bir o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyada ID'sini yozib ketsin. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي Hali sizlarni o'ldirguncha qo'ymayman ikkita odamchilik. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله Please recall me. Got it. قل يا أيها الكافرون Abi kimin yok. Ozodlikka qattiq yoshlarni qayta yo'q bo'ldi.
uçana to'g'rimi? Bolam xolos dedi. Og'am. Keling, o'g'limga qishki kiyim olib kelasizlar. Shuncha men birga qildi. Endi olaman. Sizga zo'r keldi. Birinchi oldida Lupa kurtkalarimizni 199 Bunga emas, pochasiga olamiz. Shimda 99 mingga. Siz razmerdan bering. Kız yok kesitiraman. Oyoq kiyimlar 99 mingga. Qator razmerdan bering. Och og'rig'immi? Каждое утро перед школой он тайком подкрадывается к лестнице и мажет перила кетчупом. И так как кетчуп такого же цвета, никто этого не замечает. Когда все готово, он поднимается наверх и ждет, чтобы посмотреть, попадется ли кто-нибудь. И когда этот парень наконец взялся за перила, его реакция была просто уморительной. Каждое утро перед школой он тайком подкрадывается к лестнице и мажет перила кетчупом. Пока тебе не принесли, я кушать не буду. Спасибо, ты настоящий друг. Голыша, русский похавать, да? Пока тебе не принесли. Что на задней парте шумит там, а? Извините, а можно выйти? Ты что там обоссался? O'rtoqlar, shu videoga uchun obuna va layklarni kutmayman. Это Морозина! Я видел там пожар! Это был не пожар, это был... Что это там было? Да, там что-то горело. Скорее спасайтесь, выйдите на улицу! А ну стоять, куда все побежали? Свобода! И теперь можно спокойно сидеть дома! Алло? Алло, Тамара Васильевна, я... ты что, ты из нашей школы? Ну, на то не нужно теперь ходить на уроки. В этом странном мире статус человека зависел от количества линий на его голове. Те, у кого была одна линия, обладали самым высоким статусом, а те, у кого было 3 линии, находились на самом низком уровне. Ovozlarga e'tibor qilmaysizlar, u akam. Среди обычных людей с таким же количеством линий. Словно тем, у кого статус был лучше. Однажды он решил поесть в ресторан. После нажатия кнопки еда аккуратно упала на его тарелку. Но как только он собрался есть, услышал, что стоит с линии и принес чашку. Ana, biz yutdik. We are number one. Пришлось отдать свое место старику и уйти с ним. После еды он стал Mana keyingi videolarimni profilimda kutib qolinglar. у мужчины не было другого выбора, и он понес сумки за него, доставив прокусу в черный. Он встретил мальчика, игравшего в футбол. Мальчик ударил по мячу, и тот был рассердился, но мальчика тоже было впереди, поэтому он повернулся и поприветствовать его, а затем вернулся домой с опущенной головой. Дома он сел в угол грустный, наблюдая, как трое людей с той же линиями смеялись над ним. Вдруг из его тела вышла белая фигура. Она достала ластик и стерла одну из линий на его голове, оставив только 2. Посмотрев в зеркало, он действительно стал человеком с 2 линиями. И он вышел на улицу и стал Sizlarga aytuvdim-man, to'p rosam obuna bo'lib qo'yiladiganmi. Endi obuna bo'linglar. Внутри он увидел, что все люди с 2 линиями обслуживают тех, кого одна. Люди с одной линии просто сидели и ждали, пока их покормят. Увидев это, мужчина достал ластик и стер еще одну линию. Теперь у него осталось только одна, и став человеком с одной линией. Он начал наслаждаться приемом. Hayır.